Farg'ona shahar Vodiy Beshdagi Laguna choyxonaga kelganmiz. Rishtondan haqiqiy 20 yil 30 yilgi oshpaz haqiqiy ustalarning oldiga kelganmiz. Qiziqarli joyi, Farg'ona shaharida bo'lmagan 7 xil osh bo'lyapti. Ot go'shti, mol go'shti, qo'y go'shtidan ham bemalol 7 xil oshlar bo'lyapti. Ya'ni qoraqaltiroqdan osh qilib berishalar ekan. Oqurug'da ham. Yana qanaqa guruchlar bor edi? Tezra, cho'ng'ara. Tezra, cho'ng'ara. 7 xil osh bo'lyapti, to'g'rimi aka? Bundan tashqari Laguna choyxonada osh ko'ryapsiz, mana shu oshni. 300 ming so'm kilosi, joyi choyi bepul. 25 kishidan 7 kishigacha xonalarimiz bor. Oshxonalar ko'rsatamiz. Lokatsiyasini tashqari olib chiqib ko'rsatamiz. Yana ham qiziqarli joyini aytaymi sizlarga. Joyi choyi bepul ekan. Pirajoy deysizmi? Bo'yin go'sht deysizmi? Luboy achchiq va osh deysizmi? Hamma narsani luboy ovqat qilib berishalar ekan zakazga. Ekranda telefon nomerlari turibdi. Aloqa uchun hozir lokatsiyani ko'rsatamiz. Ana lokatsiya Telegramda bo'ladi. Laguna choyxonamizda lokatsiyasi qayerda deganlarga, Vodiy Besh post bilmaganlarga, Tatudan burilib kelganimizda Moshta bozoriga ketganimizda ko'pchilik biladi. Oblgayi bor, o'nta shtraflar turadigan joy. Parkovka ham bor. Shu mashina yo'lga burilganimizda Vodiy Besh postdan razvor qilsak, mana shu yerdan avvalda yo'l yetib ketamiz. Mana Laguna choyxonamiz suv ustida supalarigacha bor, ichkarida so'rilar ham bor, yozga o'tiradigan joylari. Bundan tashqari yana ham qiziqarli ovqati bor ekan. Molni viriskasiga behi hamda nima edi? Ot go'shti. Ot go'shti qiladi, to'g'ri? Go'shtda bo'lgan, hali mashinani full bo'ladi. Ovqati ham full degan bor ekan bitta. Like bosib, video tarqatib kelaverasizlar bemalol Laguna choyxonaga. Haftani har kunda bezovqatni, osh kilosi 300 ming so'm. Boshqa taomlar narxini kelishasizlar, lekin taom uchun pul to'laysizlar. Joy uchun hech qanaqa pul to'lanmaydi. Like bosamiz, videomiz davomida xonalarni ko'rsatib boramiz. Ana lokatsiya Telegramda bo'ladi. Osh tinchig'ini yeyman degan joyga shu Laguna choyxonasiga kelaverasizlar.